проекта сюда, в Венецию, и представить здесь должным образом. Umerova Gayana Alegovna 1985-yil 22-aprel Toshkent shahrida tavallud topgan. Toshkent shahridagi Westminster universiteti hamda Buyuk Britaniyadagi So'zbi san'at instituti va Manchester universitetini tamomlagan. Oksford universitetida ilmiy izlanishlar olib borgan. 2008-2017-yillarda O'zbekiston Badiiy akademiyasi xalqaro aloqalar va ko'rgazmalar boshqarmasi bosh mutaxassisi. 2017-2020-yillarda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi bosh direktori o'rinbosari. 2020-yildan 2023-yilgacha Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ijrochi direktori hamda O'zbekistonning UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi bosh kotibi. 2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi kengashi raisi hamda O'zbekiston Respublikasining UNESCO ishlari bo'yicha milliy komissiyasi raisi. 2025-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining madaniyat, kreativ iqtisodiyot va turizm sohalarini rivojlantirish bo'yicha departament boshlig'i. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'lishni unutmang.